Hozir biz Humo Arena sport saroyidamiz. Bu yerda shahar hokimi boshchiligida yirik seminar yig'ilish bo'lib o'tadi. Ishtirokchilarning umumiy soni esa 5000 nafardan ortiq. Bugun uchrashuvimizni biza tarixiy ahamiyatga ega deb bilishimiz kerak. Mahallaning yettiligi instituti bu hurmatli prezidentimizning g'oyalari. Bugungi barcha yutuqlarimizni boshi shu yettilikka istiqbolda amalga oshirayotgan mehnatini natijasi. Bir oila bo'lishi kerak. Men mahallam bo'ldi, bu mahallam emas. Nima qilsam ekanki, shu mahallada zo'r bo'lsin, shu bilan boshqa mahalladagilar bilan bo'lishing. Shu yo'lda hammamiz birgalikda jipslashib, bir komanda bo'lib natija uchun ishlaymiz.